Xushbo'yligiga cho'mildim. Endi qizlarga xushbo'yligim bilan zarba beraman. Ayajon, sevgi sayflardan so'lingiz yana uchrashuvga ketdi. Muhabbat men senga. Voy latofatli bolam, sepmagan shu bitta dexlofoz qoldi-da. Ish qilib endi shu oyoq kiyimini yechib qo'ymasa bo'ldi. Bu yerlarda atir zavod yo'q edi-ku. Buncha xushbo'y hid qayerdan kelyapti? Palon pulliq do'g'i ishlatgan ekan, kerak bo'lsa zavod defektini berib berar ekan-da. Voy bechara xushbo'yligimga yurak dosh beranmadi. Meni iforimdagi qushlar hayotiga xavf solyapti. Priyatniligimning dozasi oshib ketdimi deyman. Yerga tegsam sizdek latofatli bolaga tegaman-da, roziman. Yes, xushbo'y qidim qizni yuragini zabt etdi. Faqat dadamning bir o'z gaplari bor ekan. Kiring qani kuyov? Rahmat, men yerda turib gaplashaveraman. Bir oyoqchani yechib kiring beray. Shu oyoq yechayotganimiz bekor bo'lyapti-da. Qani kuyov? Oyog'ingizga biror nima tepib yursangiz o'lasizmi? Ishlatmagan narsam qolmadi. Foyda qilmasa nima qilay?